Reading qilayotgan o'quvchilar uchun juda ham bir muhim dars bo'ladi. Agar kimdadir muammo bo'lsa PSJO'da ishlashda, e, ko'pchilikda asosiy bo'ladigan muammolar haqida birinchi gaplashamiz. Nima muammo bo'ladi? Javobni qayerdaligini topa oladi, lekin e, nima olishni bilmaydi, qanaqa javob olishni bilmaydi. Keyin so'z muammosi bo'ladi va ba'zilarda javobni topa olish muammosi ham bo'ladi. Va eng asosiy muammo PSJO'da 13 ta savol bo'ladigan bo'lsa, 13 tadan 13 ta topish muammosi bo'ladi. Bugun o'zim PSJO'ni qanaqa qilib ishlashim va qanaqa qilib tahlil qilishimni ko'rib chiqamiz. Birgalikda PSJO'ni bajaramiz demak. Birinchi navbatda savollarga qaraymiz. Birinchi navbatda savollarga qaraydigan bo'lsak, bizda ikki xil savol turi bor ekan. True, false, not given. Keyin not completion bor ekan. 1 dan 6 gacha true, false, not given. True, false, not given'da e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan asosiy narsa bizda nima bo'ladi? Asosiy narsa kalit so'zlar. Kalit so'zlarga e'tibor beramiz. Kalit so'zlar qanaqa bo'lishi kerak? Kalit so'zlar shunaqa so'z bo'lishi kerakki, bizga passage'dagi javob qayerda, o'sha mana shu birinchi savol javobi qayerdaligini olib borib beradi bizga. To'g'ri, passage one mana birinchi savolning javobi qaysi qatorda joylashganligini bizga ko'rsatib beradi, joylashuvini ko'rsatib beradi. Va parafraza qilib bo'lmaydigan so'zlar keyword hisoblanadi. Misol uchun until the 1920s deb turgan 1920-yillargacha. Mana shu so'zni parafraza qilib bo'lmaydi. Until o'rniga boshqa so'z ishlatish mumkin, lekin 1920 ni almashtirib bo'lmaydi hech qanaqa so'z bilan. Mana shu joyda until 1920s bu tomonga qarangiz mana. In 1920s mana bu tomonda kelib turibdi. Passage'da 1920-yilda. Demak, birinchi savolning javobi mana shu qatorda joylashgan. Mana shu birinchi passage'da, birinchi paragrafida demak birinchi savolimiz javobi bor. Until 1920s, humans relied on animals to explore Antarctica. Demak, 20-yillargacha odamlar relied on animals degani hayvonlardan foydalangan, hayvonlarga suyangan. Animalsga e'tibor beramiz. To explore Antarctica. Antarktikani explore qilish uchun, tadqiqot o'rganish uchun hayvonlardan foydalangan ekan. Hamma savollarni o'qib chiqamiz birinchi. Herbert Wilkins mana. Herbert Wilkins demak parafraza qilmaydi. Odamning ismi o'sha turish keladi. O'zgarmagan holatda. Failed parafraza qilinishi mumkin. Fly across Antarctic continent in 1928. 1928-yilda ham belgilab qo'yamiz. 1928-yilda failed bo'ldi. Herbert Wilkins. Bu degani Antarktikani ustidan uchib o'tolmadi. The expedition of 1937 to 1934 to 1937 confirmed a new theory about the Antarctic Peninsula. Demak, 34-37-yilda bo'lgan ekspeditsiya 34-37 parafraza qilinmaydi. Confirmed qildi, tasdiqladi yangi teoriyani. Antarktik peninsulasi haqida. Antarktik peninsula degani Antarktika qit'asi. Lincoln L. Worth was influenced by degani the flight of Richard Byrd debdi. Richard Byrdning parvozi unga ta'sir qildi. Bilgani unga o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Lincoln Ellsworth mana shundan ruhlangan holatda, Richard Byrddan ruhlangan holatda o'sha ishni amalga oshirdi demoqchi bo'lyapti. 5-savolda influence against to'rga the government of the USA highlight qilib qo'yamiz mana. The government of the USA claimed part of Antarctica in 1935. Demak, Amerika hukumati Antarktikaning bir qismini claim qildi. Bilgani 35-yilda Amerika Antarktikani o'ziga so'radi demoqchi. Ma'naga demoqchi bo'lyapti-da. After 1940 mana, afterga e'tibor beramiz. 40-yildan keyin nations, resident individuals mana, nations paid for the mass of Antarctic expeditions mana. 40-yildan keyin hukumatlar, millatlar, individuals ya'ni odamga qaraganda, misol uchun biznesmenlarga qaraganda millatlar Antarktika ekspeditsiyasining ko'p qismini to'lab berdi, deyapti. One word only ga e'tibor beramiz. Completionda bitta so'z faqat. Bu yerda ham xuddi shunaqa keywordlarga
Keywordlardan birini ko'rib chiqamiz. Scientific research mana. A 1920 report called for research into the whales in the sea. 1920-yildagi ma'lumot researchga undadi. Nimani? Whales in the sea. Mana Antarktika atrofidagi dengizdagi whale'larni, kitlarni o'rganishga undadi. Demak, researchers worked from Geert Weekendagi stansiyasidagi researcherlar ishladi o'sha yerda va yana also from several va yana bir nechta qayerdandir kelgan ishchilar yoki bir buyumlar, jihozlar bo'lishi mumkin. O'sha yerda xizmat qilgan, research uchun ishlagan. Local companies mana mahalliy kompaniyalar to'ladi. Nimani to'ladi? Which funded mana, which funded. Discovery investigation ham o'zgarmasdan keladi. Demak, Discovery investigationni fund qilgan, moliyalashtirib turgan. The first two polar years, birinchi ikkita polar year deyapti. Research the effects of something. Nimanidir ta'sirini o'rgandi. Antarctica affects the world's Antarktika dunyoning nimasigadir ta'sir qildiki, so it was focus for the IGY ning fokusi bo'lgan o'sha narsa. Ta'sir qilgani uchun o'sha narsa uni fokusga tushib qoldi deyapti. Diqqatiga. o'n ikki adashib bo'lib ketdi. We've expedition crossed Antarctica using special money. We've Fushning ekspeditsiyasi Antarktikani kesib o'tdi using special nimadir. Maxsus nimalardan foydalangan holatda. The total amount of umumiy nimadir miqdori, Antarktikadagi umumiy nimadir miqdori calculated hisoblandi Fushning ekspeditsiyasi orqali. One result IGY ning bitta natijasi nima bo'ldi? Establishment of something, nimanidir o'rnatilishi bo'ldi. To control aspects of Antarktikaning kelajagini kontrol qilish uchun. Demak, endi mana shu belgilaganlarimizni passagedan topamiz. 1920-yilda mana. Demak, biz passage nima deydi, savollarni, questionlarni o'qitdik va savollar bizning miyamizda qoldi. Mana shu savollar bo'yicha biz passagedan qidiramiz, ketma-ket o'qigan holatda. The modern scientific age in Antarctica really began with the introduction of aircraft in the 1920s. Antarktikadagi modern scientific age boshlandi. Introduction of aircraft 1920-yillarda aircraftning kirib kelishi bilan boshlandi. Antarktikadagi zamonaviy scientific age o'sha vaqtdan boshlandi deyapti. Aircraft transformed the possibilities of exploring the frozen continent around the South Pole deyapti. Demak, samolyotlar transform qildi imkoniyatlarni. Nimani imkoniyatini? Exploring the frozen continent, South Pole, Janubiy qutb atrofidagi muzlagan kontinentni o'rganish imkoniyatlarini o'zgartirib yubordi. Chunki before the Antarctic travel, Antarktika sayohatidan oldin, before that, undan oldin deyapti, Antarktika sayohati had been limited to the use of dog teams. Mana limit bo'lgan, faqat dog teamlardan foydalangan. Pulling sledges, mana sledge degani chana tortib, demak, mana multfilmlarda ham bor, kuchuklar, bir guruh kuchuklar chana tortib Antarktikani o'rganib chiqadi. Xuddi shunaqa bo'lgan ekan demak. Birinchi savolimiz javob mana shu yerda kelyapti. 20-yildan oldin, before that, mana 20-yilgacha odamlar animallardan foydalangan Antarktikani eksplor qilish uchun. Bu javobimiz nima bo'ladi demak? True bo'ladi. True. Birda topdik. 2. The plane could survey thousands of square kilometers an hour, equivalent to the whole summer work using previous techniques. Mana oldingi texnikadan foydalangan holatda butun yoz ketgan ekan. Square kilometer sounds demak, butun yoz ketgan narsani samolyot deyapti, mana 1 soatda ko'rib chiqyapti o'sha narsani. Butun yoz kuchuklardan foydalangan holatda butun yoz o'sha joyda square kilometer, mana 1 kvadrat kilometrda 1000 kvadrat kilometrda deyapti. Minglab kvadrat kilometrlarni bir yoz davomida o'rgangan bo'lsa, kuchuklar orqali samolyotda 1 soat o'rganib chiqadi deyapti. However, the first planes in Antarctica, such as
Lockheed, Vega, and the Ford Trimmer were unreliable in freezing conditions mana demak mana. Ammo birinchi Antarktikadagi samolyotlar misol uchun Lockheed Vega bilan Ford Trimotor borku, mana shular unreliable bo'lgan. Freezing condition uchun bilgani sovuq sharoitlarga to'g'ri kelmagan. This made polar flying particularly hazardous mana. Bu deyapti polar flyingni ayniqsa hazardous qilib qo'ydi. Hazardous degani xavfli, dangerous. Since there was little chance of rescue if a plane, since degani because ma'nosiga kelyapti. Nima bo'lgani uchun? There was a little chance of rescue mana. Rescue'ni agar samolyot o'sha yerda qolib ketgan bo'lsa, deyapti, remote regionda uzoq joyda qolib ketsa, rescue'ni chance juda ham kichkina, juda ham kam. Samolyot o'sha yerda qolib ketadi, rescue qilib bo'lmaydi uni. Qutqarib bo'lmaydi. Demak, ikkina javob kelmadi. Mana 1928 ham kelyapti, Halbert Wilkins ham kelyapti. Hoped to make the first flight in Antarctica mana. Birinchi flightni qilishiga umid qildi. Attempting to cross the continent mana. Continentni cross qilishga harakat qilib ko'rdi. Failed qildi demayapti lekin hali. A further attempt, yana bitta attempt, harakat 1930-yilda also unsuccessful deb mana. U ham unsuccessful bo'ldi. Bu degani also unsuccessful degani undan oldingisi ham demak unsuccessful bo'lgan degani. But Wilkins' aerial photographs seemed to show that Antarctic Peninsula was in fact an island. Demak, Wilkins rasmlari shuni ko'rsatyaptiki, Antarktika peninsulasi aslida orol ekan, kontinentning bir qismi emas ekan deyapti. As had previously had been thought mana. Degan avval shunaqa kontinentning bir qismi deb o'ylangan deyapti. Demak, bizga kerakli javob 2 da ham true bo'lyapti. Fail bo'lyapti. Menga 2 deb yozib qo'yamiz. Ikkinchi savol javob mana shu yerdan chiqdi. Okay, let's go to the third question. This new theory caused some excitement among geographers and cartographers. However, mana uchinchi savol javob kelyapti. The British Graham Land expedition of 1937 proved conclusively that Antarctic Peninsula was attached to the rest of the continent. Mana 34-yildagi ekspeditsiya nimani prove qildi? Antarktika Peninsula deyapti. Kontinentning bir qismi attached deyapti mana. Kontinentning bir qismiga ulangan, orol emas bu aloqada. Bu yerda yangi teoriyani qildi. Yangi teoriya degani bu yangi teoriya bir orol ekan degani. Yangi teoriya bir orol ekan, kontinentning bir qismi emas ekan deyapti. Yangi teoriya shu. Confirm qildi o'shani deyapti, lekin bu yerda confirm qildi demayapti. Boshqa narsani confirm qilyapti bu yerda. O'tgan orolning kontinentning bir qismi, ya'ni avvaldan shunaqa deb o'ylanganda, o'sha teoriyani prove qilyapti. Bu demak false bo'ladi. Bir-biriga qarama-qarshi fikr berilyapti bu yerda. Demak, bizda bitta paragrafda o'zida ikkita javob keldi. Yaxshi. Keyingi savolimiz. In 1929, the famous American pilot Richard Byrd, keyingi savolda bir to'r kelyapti. Flew over the South Pole in another American Lincoln Ellsworth. Made a successful Antarctic flight in 1935 mana. Influence bo'ldi demayapti. 29-yilda Richard uchib o'tdi, 35-yilda Lincoln uchib o'tdi deyapti va successful flight bo'ldi deyapti. Although Ellsworth claimed sector of continent mana. O'sha 5 ga o'tib ketyapti. 5 ga o'tib ketyapti. 4 natga keyin. Demak, nimaga natga keyin olyapsiz? Influence bo'lgan haqida gap yo'q. Ikkalasi ham bo'ldi, ikkalasi ham uchib o'tdi. Deyapti, kimdan ruhlandi? Buni aytmayapti. Kimdan ruhlandi? Misol uchun Richard Byrd parvoz zo'r bo'lgani uchun Lincolndan qiziqib qoldi, bu narsani qilishga demayapti. Ikkalasi ham o'tgan, lekin kimdan ruhlangani haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Ikkalasi ham ismi bor lekin mana. Ismi bor degani true bo'ladi yoki false bo'ladi degani emas. Berilgan ma'lumot yo'qmi? Unaqa gap. Ana passageda ishlatilmayaptimi? Demak, bu natga keyin. 5 ta mana. Keyin gapda aytyapti 5 ta mana. Although claimed sector degani bu yerda part bo'lib kelyapti. Part. Claimed mana parafraza bo'lmayapti. Continent for the USA mana. Amerika uchun kontinentni bir qismini claim qilishiga qaramasdan Ellsworth claim qilyapti demak.
Amerika kelib qilmayapti. The American government did not follow it up. Amerikani anasi rozi bo'lmadi bu narsaga. Bu degan Amerikan hukumati didn't follow it up deyapti. Bu narsaga ergashmadi degani уже rozi emas. Amerika bunaqa ish qilmayapti. Bu yerda Amerika qildi deyapti. Amerika emas, odam qilyapti. Mana u Lincoln claim qilyapti, lekin Amerika qilmayapti bu ishni. Demak, bu false. Yozib qo'yamiz. Bu yerda 4 bilan 5 javob keldi. 4 keldi, tagidan 5 keldi. Yaxshi. Oxirgisi true false keyin mana 40 yildan keyin deyilyapti. Demak, bizda 40 yildan keyin bu yerda yo'qmi? Tagida bor. Tagida paragrafda bor ekan. In 1937, German explorer Alfred Richter led an expedition south across the sea. Once Antarctica was reached, the aircraft had been stored in pieces on the ship's deck was reconstructed. 38-yilda German tadqiqotchi Alman Richter deyapti, ekspeditsiyani led an expedition south across. Once Antarctica was reached. Bir paytlar deyapti, Antarktikaga yetib borilgan dengiz tomon kesib o'tdi deyapti. O'sha tomonga qarab explore qilishda davom etdi. The airplane was then launched and used to stake claim once bu tomonga ketdi. The aircraft that had been stored in pieces on the ship's deck was reconstructed. Aircraftni qismlari deyapti, mana ship's deck degani kemani asosiy qismida, kemani bortida saqlangan qismlari reconstructed qilindi, qaytadan rekonstruksiya qilindi deyapti. Keyin samolyot airplane was then launched. Keyin ishga tushirildi va foydalanildi. Nimaga foydalanildi? Stake a claim to one section of Antarctica by dropping thousands of tiny flags from the air mana. Demak, Antarktikani bir qismini claim qilishga foydalangan ekan. Nima qilish orqali? Havodan kichkina baliqchalarni, minglab kichkina baliqchalarni drop qilish orqali. O'sha yer bizniki degan ma'noda. Demak, Germanlar qilgan bo'lishdi. A significant motivation behind many Antarctic expeditions right after the 1940s was simply the spirit of adventure mana. Asosiy motivatsiya Antarktikani ekspeditsiyasini 40-yilgacha bo'lgan asosiy motivatsiya demak bu spirit of adventure. Adventure qidirish bo'lgan faqat. Many of these expeditions had a large measure of private funding mana. Ko'p ekspeditsiyalarning ko'p qismi deyapti large measure of private funding mana. Private fundingga asoslangan bo'lgan o'sha paytgacha 40-yilgacha demak. An often subsequent book about expedition was a means of clearing debts incurred. Subsequent book about keyingi ekspeditsiya haqida keyingi yozilgan kitob deyapti va clearing debts incurred. Qarzlarni olingan qarzlardan qilingan ekan kitob. The vast majority of Antarctic expeditions since 1940 mana. Since dan keyin afterga to'g'ri keladi mana. 6-chi javob kelyapti mana shu yerda. Have been funded by governments. Odamlar tomonidan emas, government tomonidan funded qilinyapti 40-yildan keyin. Vast majority deyapti mana. Vast majority degani most Antarctic expedition bo'ladi. Usually for political reasons and scientific research mana. Siyosiy maqsadda va scientific research uchun demak hukumat qilgan u narsani deyapti. Demak bizda bu narsaning javobi true bo'ladi. Nations teng bo'lyapti governmentga. Millatlar qilgan degani bu hukumat qilgan degani. Millat to'g'ri sinonimini qidirib o'joqda qolib ketsangiz, lekin ancha-muncha vaqtingiz ham ketib qoladi. O'zingiz qaynab qo'yasiz. PSG unaqa darajada qiyin narsa emas. Odamning miyasini qaynab, sinonimlarni qiynashtiradigan darajada. PSG faqat sinonim va antonim ishlatiladi. PSG2 PS3 ga o'tganingizda keyin yes donat keyinda уже sizni qiynashi mumkin. Boshqacha gaplashadi, gap tagida ma'no qidirishingiz mumkin, lekin PS1 da ma'no qidirish shart emas. Fakt faqat. 1dan 6 gacha ko'rdik, demak 7 dan 13-savolimizgacha faqat 6 dan tagidan keladi. Bu tomondan keladi. Tepada yo'q javobimiz, faqat pastda.
The setting up of Research Development Committee in Britain was significant development in the history of science in Antarctic. The committee's report, published in 1920, particularly its undersea circles and Antarctic continent. 1920-yilda mana publish qilinyapti report. Уже mana kelyapti yettinchi javob. Uh, Focus particularly on the sea, the circles Antarctica kontinentini o'rab turgan dengizga bo'lgan dengizni o'rab turish uchun fokus qilingan ekan demak. O'shani dengizni o'rganish uchun. The report proposed detailed scientific investigation on the psychology and behavior of the whales mana. O'sha joyda yashayotgan whale'larni psixologiyasi va xulq-atvorini o'zini tutishini detalni o'rganish uchun qilingan ekan. O'shani so'ragan ekan report. Propose deyapti-ku, mana shu narsani so'ragan. As a result, shore station degani qirg'oqdagi Great Viken bekati stansiyasi va on the island of South Sturgeon near Atlantic was occupied by scientists mana. 6 yil davomida occupied qilingan, egallangan. In additionga bizda also turibdi from several depth. 3 research ships were commissioned mana. 3 research ship ham berilgan ekan, foydalanilgan ekan. Demak bizda severaldan keyin ships. Research ships yozmaymiz, chunki bizga bitta so'z kerak, bittagina. One word only degan. 3 da o'rniga several to'g'ri kelyapti. Several bir qancha degan. Juda ko'p degani emas. Demak bizning javobimiz nechinchi savol javob bo'ldi hozir? Bitta. They traveled through the Southern Ocean all year, researching physical and chemical oceanography, the high quality of the specimen and data collected by science probe. Demak, scientistlar tomonidan qilingan shu datalar, yig'ilgan datalar deyapti. Demak, 40 ga yaqin katta reportlar to'g'riladi deyapti. Yasadi deyapti. This entire project came to be known as, demak, butun proyekt Discovery Investigation deb ataldi. O'sha 8 kelyapti. The cost of Discovery investigations were completely covered by the proceeds of tax that was placed on the whaling business operating in the area. Demak, hukumatda ishlayotgan whaling bizneslardan olingan taxlar orqali qoplangan ekan. Mana shuni xarajatlari. Demak, mahalliy kompaniyalar nima to'lagan deyapti? Tax to'lagan, qaysiki fund qilib turibdi Discovery Investigationni. O'sha 8 javobi keldi. Bitta paragrafda. 7 bilan 8 javobi demak bitta paragrafda ekan. Har doim bitta paragrafda kelavermaydi. Keyingi It was in 1875 that the idea of international scientific collaboration at the poles was first proposed with the aim of collecting valuable data. Valuable data qilaman deb deyapti mana 75-yillik ideya kelgan ekan shunaqa. The result was the first polar year in birinchisi 82-83 qilingan ekan. Demak, second polar year 50 yildan keyin organize qilindi deyapti. Involving 44 nations and scientific bodies. Scientific bodies degani body tana emas bu yerda. Body degani mana shu guruhlar. Scientific bodies olimlar guruhi. Both of these polar years have been timed to coincide with the period when the sun was at its lowest level of activity. Mana Quyosh gapda o'zining lowest level of activity da bo'lgan paytida uni ta'sirini o'rganish, monitor qilish uchun deyapti. Bu narsa ikkalasi ham timed qilindi. O'sha vaqtda o'rganish uchun deyapti. Effects of the sun bo'lyapti bizga javobimiz. Lowest level of activity degani Quyosh juda aktiv bo'lmagan payt, eng aktiv darajasi past bo'lgan payt deyapti. Quyosh botayotgan payt bo'lishi mumkin bu narsa. Demak bu 9 javob. Completion savol turi eng oson savol turi bo'ladi. 10 topamiz.
So much interest was aroused by the process that third polar organized turn of demak 25 yildan keyin juda qiziqish bo'lgani uchun uchinchisi tashkil etildi deyapti. 51-yilda decided that the scientific program should be expanded to cover the globe. 51-yilda decide qilindiki, bu scientific program deyapti mana expanded kengayish kerak. Cover the globe. Globe yer yuzini cover qilib olish kerak. Butun dunyo qilish kerak bu narsani. This new project was renamed. Keyin qaytadan demak rename qilindimda, ismi o'zgartirildi. International xalqaro geophysical year deb mana demak IGY deb. Antarctica was chosen as an area. Antarctica tanlab olindi area sifatida. Nimaga? Particular attention because of its important influence. Chunki uning muhim ta'siri bor global weatherga. O'shaning uchun Antarctica tanlab olindi deyapti. Faqat o'rtasida bo'ldi deyapti. Faqat uni fokus o'rtasida bo'ldi degani mana particular attention bilan sinonim bo'lyapti. Worlds affect the worlds o'rniga influence on global. Global o'rni ham global degani dunyo miqyosida degani. Global weather degani demak world weather bo'ladi. Bizda demak 10-savolda ham javobi tayyor. 11. Demak 11 bilan 12, 13 oxirgi paragraf bo'lar ekan demak. Within the IG took place in mana 58-yilda bo'lgan ekan. During this period the largest great Antarctic journey was accomplished mana. Accomplish qilindi. Tugallandi, bajarildi. Dr. Vivian's privately funded trans-Antarctic expedition finally achieved what the explorer had first set out to do in 1914. Demak, finally achieved deyapman. 14-yilda explorer Ernest Shackleton qilaman deb chiqqan narsasini demak oxiri qildi, Dr. Vivian qildi. Trans-Antarctic expedition Dr. Vivianning privately funded qilingan trans-Antarctic ekspeditsiyasi qildi bu ishni deyapti. Driving modified tractors mana. Driving modified tractors traversed Antarctica from coast to coast mana in 99 days. 99 kunda demak ana shu traktorlar Fochning komandasini Antarktikadan qirg'oqdan qirg'oqqa borib qo'ygan. Driving modified tractors bizaga using special tractors bo'ladi. Maxsus traktorlardan foydalangan holatda. Bu yerda maxsus o'rniga driving modified deyapti. Driving modified nima degani o'zi driving modified? Har xil sharoitga tushib ketadigan traktorlar. Muzda ham yurib ketaveradi, suvda ham. 11da javobi bor. 11. 12. The total amount of something mana bu yerda aytyapti. But there were scientific objectives as well mana. Objectivelar ham bo'lgan ekan shuningdek. Because the expedition measurements expeditionning measurements allowed the first estimate to'g'ri mana amount ga to be made to volume of the ice. Volume of the ice that existed all continent mana. Butun kontinentda mavjud bo'lgan ice ning volumini o'lchash deyapti. Volumini o'lchash degani amount ni o'lchash. Antarktika o'rniga whole continent deyapti. Ana shu narsa. 12. O'sha 12 javobi keyingi gapdan keldi. 12. So successful was the IGY. So successful. One result was extended for the first year in order to promote Antarctic science. Extended for the first year. Keyingi yillarga ham o'sha cho'zildi bu narsa deyapti. Also led directly to the signing of treaty by members of international community to regulate human conduct. Or the years ahead mana. Keyingi yillarda Antarktikada human conductni regulate, kontrol qilib turish uchun demak xalqaro a'zolar tomonidan nima imzolandi deb imzolanishga bordi bu narsa. Treaty imzolanishga bordi. Establishment of treaty. Ana shu narsa. Demak 13da ham javobini biz topdik. Treaty.
Establishment o'rniga signing, let directly to the signing. Establishmentga to'g'ridan to'g'ri parafrazi hisoblanadi. Demak, passage-1imiz mana shular. Sizlardan bitta iltimos bo'ladi. Mana shu passage-1ga videoni qaytadan ko'rgan holatda e, so'zlarini alohida qilib yozib olish va jadval tuzish. Savol savolda questionda qanaqa so'zlardan foydalanadi, passage'da qanaqa so'zlardan foydalanadi, qanaqa parafraza qilindi, javob qanday topilgan, o'shalar haqida e, jadval tuzsa, jadval tuzsanglargina passage-1 bir marta ishlatsanglar ham anchagina foydali ishlagan bo'lasizlar. 10 ta oddiy ishlagandan ko'ra bitta tahlil bilan ishlagan ma'qul. Hammaga xayr, yana bunaqa testlardan ko'p birgalikda ishlaymiz degan umidaman. Goodbye.